Bunaqasi bo'lmagan, mana ustalar eshitdinglar. Kecha bo'lgan voqea ekan. Ustalar kelishibdi. Voy sado ketgan tomonga. Ana birinchi kabinkani shunday ochsamish. Ustalar shunday ochsa, bittasi shunday do'pidek tashlagan. Hozir endi kulishyapmiz. Qurish bo'lganini ko'rgan-ku. Bu nima degan gap? Dushmandan bu ishni qilmaydi desak, bular yapti, aka siz kim shoshib qolgan shekilli bilmaymiz. Suv bo'lmasa ham ayb o'zlaringda. Mani ko'cha kim bo'lgan deganda. Katta minani qo'yib ketdi, o'zi ham 3 kun ovqat yemagan shekilli deydi. O'rtog'im bechara mana shu bola Murod o'rtog'im. Yuvibdi bechara. Ey insonlar. Mana shuncha sabr qilib turmabsiz-da. Ozgina kutib turganingizda bu anundan bo'ldi-da. Aslida depan hojatxona va maqsad desadimon video bor. Kelib qolgan payt ko'zga hech narsa ko'rinmaydi deganman-ku. U remont bo'lyaptimi? Remont bo'lmayaptimi? Qaramagan, mana shu jigarim o'rtog'im shuni suv yo'q chashaganda hali qo'yilmagan suvlarga qaranglar. Qo'yilmagan shuncha. Yana u birinchisiga kirganni hisobini olsa kelib qolgan-da mana shu. Birinchisiga kirgan shunday chashaginisiga qilgan, qarasa hech narsa yo'q, bitmagan joyda chiqib ketgan. Gap yo'q lekin qoyil qoldirdingiz lekin kim bo'lsangiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz rahmat, musiqa tushib ketsiz. Gap yo'q lekin mana bolalar bilan kulishtiribmiz. Gap yo'q lekin kim bo'lsangiz ham toqat qoladi. Balki kutmabsizlar. Bo'lmagani kechikib ketdi. 7 oydan beri nima bo'lsa bo'ladi. Siz so'ramasdan. Gap yo'q.